Assalomu alaykum. Unicorn Soft tomonidan ishlab chiqilgan Ijro Go.uz bugungi kunda barcha davlat organlari hamda ularning hududiy tuzilmalarida samarali qo'llanib kelinmoqda. Tizim yordamida ish yuritish jarayonlari sezilarli darajada oshib bormoqda. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan Jizzax viloyatida bo'lib, idoralararo va ichki elektron hujjat aylanish tizimi faoliyatining samarasi bilan qiziqdik. Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan katta loyihalardan biri bu Ijro Go.uz platformasi. U O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va topshiriqlari ijrosini nazorat qilish uchun joriy etilgan yagona elektron tizim hisoblanadi. Ijro.uz tizimi esa davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida hujjat almashinuvini elektron shaklda amalga oshirishga mo'ljallangan yagona platforma hisoblanib, bugungi kunda undan 64 ta vazirlik, idoralar, mahalliy davlat hokimiyati organlarida, tuman shahar hokimliklarida samarali foydalanib kelinmoqda. Men mazkur lavozimda 5 yildan buyon ishlayotgan bo'lsam, hujjatlar bilan ishlab boramiz. Hujjatlar almashinuv tizimi joriy etilgunga qadar biz bevosita qog'oz hujjatlar bilan shug'ullanardik. O'sha qog'oz hujjatlarni o'sha tashkilotlardan yoki vazirlik, idoralarga chiqayotgan hujjatlarni jo'natish, ularni qabul qilish bilan bog'liq qo'shimcha vaqtlar talab qilishi o'sha hujjatlarni o'z vaqtida bajarilishida bir qator muammolar tug'dirardi. 2022-yildan boshlab mazkur YEDO elektron axborot tizimi joriy etilishi natijasida davlatimiz rahbarining hujjatlari, Vazirlar Mahkamasining hujjatlari va administratsiya rahbarining hujjatlari bevosita tizim orqali bizga kelib tushishi va ularni o'sha elektron muddatlarini o'z vaqtida ko'rib turishimiz va quyi tizimlarga mazkur masalani yuborish orqali ulardan olayotgan ma'lumotlarimiz almashinuvlarda bevosita ijro holatining muddatlari qisqardi. Ya'ni o'sha kiritilgan tizimda bajarilayotgan ishlar bevosita vaqtigacha ko'rinib turish holatlari joriy qilindi. Buning natijasi o'laroq mana shu bir yilda bizda umuman ijtimoiy soha kotibiyatiga kelib tushadigan 2000 dan ortiq hujjatlarning ijrosi to'liq monitoringi yaratildi. Mazkur tizimlarda bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar natijasida fuqarolarni o'sha murojaatlarni ijobiy hal qilish ko'rsatkichimiz 85-90% gacha ko'tarildi. Oddiygina misol qo'yayotgan qo'l telefoni orqali ham mazkur hujjatni ijro holatini ko'rish imkoniyati yaratilgan. Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan idoralararo elektron hujjat aylanish tizimlari davlat organlari, tashkilotlar va mahalliy hokimiyat idoralari o'rtasidagi hujjat aylanishini raqamlashtirish, ijro intizomini kuchaytirish va shaffof boshqaruvni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda Jizzax viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasida Ijro.uz tizimi orqali to'liq ish yuritiladi. Kelib tushgan topshiriqlar yuqori tashkilotlardan murojaatlar bo'ladimi? Tizim orqali tegishli mas'ul xodimlarga tuman shahar bo'limlarimizga yo'naltiriladi. Qulayliklari bizga shuni berdiki, tizim va kabinet PEM Go.uz tizimi bilan ham integratsiya qilingan bo'lib, kabinet PEM tizimi orqali kelib tushgan murojaatlarni ham bevosita o'sha Edo tizimiga ilova qilib yuklash orqali mas'ul xodimlarga tizim orqali yuborilishi ta'minlanadi. Xat va topshiriq murojaatlarni chiqarib olib, alohida daftarga registratsiya qilmasdan to'g'ridan to'g'ri tizim orqali mas'ul xodimlarga yetkazishimiz ta'minlanadi. Ijrosi ham tizim orqali kelib tushgan yuborgan tashkilotga yuboriladi. Berilgan topshiriqlarning ijro muddatlari tizim orqali nazorat qilib boriladi. Muddati buzilish holatiga yaqinlashadigan va ijro holatiga yaqinlashadigan topshiriq murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, u tizim orqali qizil yonib o'chib boshlaydi. Belgi berib boshlagandan so'ng boyagi har bir mas'ul xodim boyagi mas'uliyatini oshirishga bu ham bir turtki hisoblanadi. Unicorn Soft tizimida nosozliklar yuzaga kelgan holatlarda biz boyagi ishonch telefonlari orqali murojaat qilamiz yoki bevosita Jizzax viloyatidagi Unicorn Soft vakillariga murojaat qilamiz. Ular tezda kelib bartaraf etib berishadi.
Unicorn Soft kompaniyasining Jizzax viloyati hududiy filiali axborot tizimlarini texnik qo'llab-quvvatlash hamda mijozlarga malakali xizmat ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Axborot tizimlarimiz faoliyati bilan bog'liq qandaydir muammo yoki tushunmovchilik yuzaga kelgan taqdirda filial mutaxassislari tomonidan tezkor va samarali yordam ko'rsatiladi. Biz Jizzax viloyati Unicorn Soft filialida 6500 ta jami tashkilotlarga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Filiallarimizda ham xodimlarimiz mavjud. Mana shu 12 ta xodim o'sha 12 ta tumanga to'liq biriktirilgan. Ular bilan tuziladigan shartnomaviy huquqiy munosabatlarni yo'lga qo'yib, nazorat qilib, o'sha har bitta tizimlarimizdagi kamchiliklarni joyida bartaraf qilish uchun haftaning 5 kunida soat 9 dan 6 gacha qo'ng'iroqlarga javob berib, kerak bo'lsa joylariga borib, nima yordam kerak bo'lsa berib, seminar treninglar tashkil qilinib kelmoqda. Asosan nima murojaatlar bo'lishi mumkin? Asosan markaz xodimlarimizga o'sha ish jarayonida bo'layotgan har xil tushunmovchiliklar bo'ladi. Ba'zi bir tashkilotlarda ijro o'zida har xil turli xil funksiyalar mavjud bo'ladi. O'sha funksiyalarning biron bir qismiga tushunmasa yoki qila olmasa, bilmasa yoki malakasi yetmasa, mana shu 12 ta xodim to'g'ridan-to'g'ri ularga o'sha vaqtda o'zida onlayn, offlayn tarzda yordam ko'rsatishga harakat qilamiz.